shunday qilishmasin. Ana bo'lsa do'stlar, tarkib qilamiz va buni har doimdek qo'shimani kompyuterga bajaramiz. Qo'lni tayyorlaysizmi? Alongiyapmiz. Bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Miyamizga kiradi. Nimalar bor? Ko'raylik. Ko'rsam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqeani gametiga yetdi, ya'ni ko'zda oqarib qolgan va boshqa narsalarni. Lekin gametiga hech qanday bo'lmadi do'stlar. Qanamayapti deb o'tgan. Va endi bo'lsa do'stlar, biz yana mana shu daqiqa ko'rdik va tayyorsiz duxmonimiz gapiringlar. Manchada qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambitga bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin Gambitga ancha prosta xavflashdi va bizni mana shu o'lim dasturi yordamida bu joyni yo'q qildi. Mana o'z qanaqa his qilasiz? Zo'r, çok ideal. Hozir yana qarindoshlarni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindoshlarimiz? Bo'lmasa mana endi do'stlar, salpasini ichamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat genkuini chaqirib ko'ramiz. Mahallinskiy, Navshinskiy dahshatlarni. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, bo'lsa klub. Xo'p, bu haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klub qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamas. Yemanaga qiziq. Chaqaramizmi? Da, voy. Shit. Bosa-bosa, tuman. Foydalanib bosib ko'raylik. Birinchi shaxs bo'lsin. Aytishyapti. o'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim turgandir bu narsa. Yo balki hozir yana bosib ko'rib boshqasiga o'tkazib oladi. Mana bosimni maqomga bosasan. Men ham bosaman. Ular ishlalar, to'rt sayt yopilgan. Hozir video shu paytiga. Sayt yopilgan ish oson. Ya'ni sayt yopilgan biz nima bizga pulimiz. Hozir nima Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje bizlar mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emas. Olib kech qani? Do'stlar yana o'sha shundan. Voy. Mana qanaqadir bir kinematograf chaqchaq va yulduzni eslatadigan narsa. da chaqaramlar fakta qabul. O'tasha bo'ldi. Yashovchi uchoqsiz emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lsa yana o'sha o'tgan safargi ko'rmadan qolgan yozmalar va yana qolgan pulni olib qo'ygan narsalar. Xo'p, daftarimizga qara paskaska beramiz. Bu qanaqadir faqat shu bizlar bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham bizga bir yaxshi narsa bo'lmayapti. Do'stlar, mana o'zinglar chatga kommentar yozinglar, bizga yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana resmlar chiqishga mana qara. O'lim daftari, yarlangan bashorat kitobi, o'xshagingiz nadir bor. To'g'rimi? Gapga qo'rqmang.